Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Telegram Stars va Premium haqida gaplashamiz va qanday qilib sotib olish va qayerda sotib olish haqida va so'm evaziga Telegram Visa kartasiz faqatgina to'lovni Humo Uzcardga tashagan holatda amalga oshirib olishni o'rganamiz. Nolan Stars narxini Telegram o'zidan Stars narxini ko'ramiz. Balans to'ldirish bo'limi orqali ko'rishingiz mumkin. Telegram o'zida 100 Stars 2.30 sent, $2.30. Hozir ol botini ko'rib o'tamiz. Ya'ni biz bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan botimizda aynan hozir ol bot username ko'rdingiz, Stars bo'limini ko'ramiz. Bu yerda 1 Stars 240 so'm. Endi dollar kursini ko'ramiz. Aynan dollar kursini ko'rganimizda 2.29 sentimiz ko'ryapmizki, bu yerda 28.200 so'm atrofida bo'lyapti. Hozir oldi bo'lsa 24.000 to'g'ri kelayotgan edi. Ya'ni 100 Starsimiz 24.000 ga to'g'ri kelayotgan. Hozir ol bot orqali olish arzonroqqa tushyapti va biz Starsni Premium botda ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni Premium botni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, Stars bo'limi orqali bu yerda Stars sotib olish bo'limi ko'rsak 25.400 so'm bo'lyapti. Ya'ni 100 Stars 25.400 so'm hisoblanadi. Minimalki 100 Stars. Bunda ham Visa karta orqali to'lov qilinadi. Aynan Visa karta orqali siz 25.400 so'm to'lashingiz kerak. Bunda bo'lsa umuman Visa karta shart emas va minimalga anchagina past. Ya'ni hozir to'ldirish jarayonini ko'rib o'tamiz. Balans to'ldirish. Men balansni 20 ming bo'lsa ham sizga test qilib 10 ming so'm to'ldirib ko'ramiz. Aynan mana shu kartaga 15 daqiqa ichida 10 ming so'm pulni tashlang deb. Aynan shu summani yuboring. To'lovdan keyin 15 daqiqa oshmasdan nima qilsin deyapti va keyin to'lovdan keyin chek rasmini yuboring deyapti. Aynan biz hozir to'lov amalga oshiramiz. To'lov amalga oshirdim. Va mana bunday xabar chiqdi, to'lov aniqlandi va chekni yuboring deyapti. Ya'ni bu uchinchi shaxslarga qarshi kurashish maqsadida chekni chat orqali yuboring deyilyapti. Aynan ko'rsatib qo'yilgan kabi yuborish kerak ekan. Biz ham xuddi shunday qilib hozir chat orqali yubordik. U chekni yuborishimiz bilan o'zi tasdiqladi. Balansimizga tashlab berildi. 1 daqiqa ham kutmasdan. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, balansimiz endi 30 ming so'mga ko'tarildi. Endi siz bemalol Stars sotib olishingiz mumkin. Minimalki aytganimizda 50 Stars va bu yerdan 50 Stars sotib olamiz va username kiritamiz. Username hozir botda xato kiritmaslik uchun ko'rsatib o'taman. Xato username, ya'ni bu kanal username, aynan shu bot kanalining username va bunda xato username bo'lsa atkazib beradi. Shuning uchun usernamingizni ham to'g'rilab yuboring. Bot o'zi ham xato usernamelarni ham aniqlab aytib beradi. Hozir biz yana boshqatdan aylantirib 50 Stars tashlaymiz. Ya'ni bunda o'zimga Gifus, o'zimni Telegramga tashab ko'raman. Aynan bu tashaganimizdan hozir buyurtma qabul qilindi va muvaffaqiyatli, mana ko'rib turganingizdek buyurtmamiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Endi mana Telegramdan o'z xabar keldi, 50 Stars bizga yetib kelgan va biz ko'rishimiz mumkin. Telegram orqali 12 ming so'm evaziga 50 Stars sotib oldik. Hozir aynan kartaga to'lov qildik. Endi Telegramimizdan Stars bo'limini ko'ramiz. Mana hozirgina 50 Stars yetib kelgan. Mana soati aniq 8:16. Endi biz hadiyalar bo'limi orqali Starslarni ishlatishimiz ham mumkin. Yani giflar sotib olishimiz yoki birovlarga yozishimiz, masalan kimdirlar pulli, masalan Telegram egasini yozish pulli, masalan 10 ming Stars so'raydi. Aynan mana shu yozish uchun Stars kerak. Ba'zi odamlarda 20-30 Stars va sizda premiumingiz bo'lsa, siz ham hattoki Stars evaziga yoziladigan qilib olishingiz mumkin. Aynan xuddi shunaqa Stars to'laydigan va bunda sizga aynan yozilganda xabarda sizga tushadi. Hozir shu Stars premium bor odam Stars evaziga o'ziga yozadigan qilish uchun maxfiylik sozlamalar orqali Telegramdan aynan premium bor odam xabarlar bo'limi orqali xabarlar uchun haq olish bo'limidan yulduz belgilaysiz. Xohlagan yulduzingiz 1 yulduzdan 10 ming yulduzgacha haq olishingiz mumkin. Aynan ko'rib turganingizdek. Va biz
premium xarid uchun ham aynan o'sha botdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni premium xarid uchun kiramiz va xuddi shu joyga usernamemizni yozamiz. Menda username, menda premium borligi uchun xato o'tkazib beradi. Premium yo'q bo'lgan akkaunt tashlaymiz. Ya'ni bu yerga o'zimda ikkinchi akkauntimni yozib ko'rsataman hozir. Ikkinchi akkauntim orqali xabar ikkinchi akkauntimga olishga urinamiz test qilib. Ya'ni bunda 12 oylik bo'lsa 420 ming so'm deb nima qilmoqda. Ya'ni 3 oylik, 6 oylik xohlagan oyingiz olishingiz mumkin. Telegramga kirmasdan olib beradi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.